Feruza opa hozir haydaymanmi? Ha, hozir sразу haydayman. Yo'q, Feruza opa, men tayyor emasman. Tanish holatmi? Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Boshida rulga o'tirmasimdan oldin qo'rquvlarimning son sanog'i bo'lmagan. Hozir esa ko'rib turganinglardek umuman qo'rqmayapman. Chunki men mashina haydashni Akadrive'da o'rganganman. Men bugun bildim, bu yerda 40 dan ortiq mashina bor ekan. Misol uchun, men yaxshi ko'rgan mashina Leap Motor. So'qib qo'ringlar. Вообще обожаю. Han Li9 va ayollarga mos bo'lgan mashina Kia Sonet va BYDning barcha turlari mavjud. Shaxsan o'zim BYDda mashina haydashni o'rganib oldim. Ayol kishi uchun ayol instruktor, erkak kishi uchun esa erkak instruktor. 24 ga 7 ishlashadi. Shaxsan o'zlari instruktorlar uyinglardan olib ketib, xohlagan joylarga olib borib qo'yishadi. Va aytgancha bolalilar uchun esa avtokreslo qo'yishadi. Menimcha bunaqa oliy xizmat faqat Akadrive'da bor. Menga o'xshab qo'rquvni yengmoqchi bo'lsanglar, pavorotniklarni o'ngga chapga yoqib, o'ng chap yo'lga o'tmoqchi bo'lsanglar, Schumacherlarga o'xshab albatta Akadrive'da o'qinglar. Mazza qilib olasizlar, zo'r o'rganib olasizlar.